Bahromjon, Salom City reklamalarni ko'ryapsiz. Sotuv menejeriga ham bittada ma'qul kelsa kerak. Bu sotuv menejerlaringiz Albatta, Salom City sotuv menejerlari bizni juda ham hurmat qilishadi va har bir olgan videolarimizni hech qachon o'zgartirib bering yoki qaytadan olaylik deb ovora qilishmaydi. Bittada ma'qul keladi va biz ham juda ham xursandmiz. usta aka, ishlagan ham juda oson aslarda. Nima deyapsiz? Ko'rib turganingizdek juda ham oson va ishlash juda ham qulay. Ayniqsa ishimni shu darajada yaxshi ko'ramanki, dam olmasdan yil 12 oy, hattoki hayit kunlari ham ishga chiqqim kelaveradi. Ishimni juda ham yaxshi ko'raman va juda ham oson. Muhammad Yusuf Qo'qondagi eng ahil, eng zo'r kollektiv Salom City ekan. Shu ahillikka qanaqa erishgansizlar sir bo'lmasa? Kim gapirgan bo'lsa ham aka bekorlarda Juda ham haqsiz, ayniqsa shu darajada bir oiladek bo'lib qolganmizki, bir-birimizni ko'rmasak juda ham sog'inib qolamiz. Shuning uchun uyga ham borgim kelmaydi. Har kun ishga shoshib kelaman, shu kollektivlarimizni ko'ramiz deyman. Juda ham inoqmiz. Shu inoqligimizga ko'z tegmasin. Aytganingizdek hamma havas qiladi biz inoqligimizga. Rahmat sizlarga ham. Usta aka, ishlaygan xavfli emasmi? Xavfli usta aka. Yo'q, nimalar deyapsiz? Qanaqa xavf? Ko'rmayapsizmi? Oddiy, chiqamiz, tushamiz. Bu hammaning qo'lidan keladigan ish. Bu 9 qavatli bino aka, bir 30 qavat, 50 qavat bino bo'lsa-ki, maza qilib ishlardik.